Bir kun kelib, shu holatga tushishimizni bilardim. Bu kunni biz ancha kutgandik. Hammasi o'shanda boshlangan. Io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Alo. Alo Farruh, tashqarida kutib turibmiz, bo'laqa tezroq chiqsang-chi. Bo'ldi, hozir tushaman. Davay, tezlash. Bo'pti. Ertasi yo'q bu yo'llar. Ertasi yo'q bu mahalla. Bir haftada qilib beraman, aka. Alo. Ertasi yo'q bu bollani. Qalaysan, Roma? Qalaysan, Farruh? Oying yaxshi bo'lib qoldilarmi? Ha, yaxshilar, rahmat. Yur, seryozni gap bor. Ha, momo, namuncha kech qolding? Gapni ko'paytirma. Yur, seryozni masala bor. Tushlaring. Hop. Ha, nima gaping bor? Shunaqa qilib, hammamizni problemalarimizni yechish yo'lini topdim. Qanaqa qilib? Qo'ysang-chi. Rostdan. Faqat yaxshi ish emas. Davay bosamiz desalaring aytaman. Biz ham toza bola emasmiz. Tezroq gapir. San akademiyada shunaqa narsalar o'rgatishadimi? Mana o'sha yerda o'qib chiqsam bo'lar ekan. Bo'pti, ichki ishlaring keyin hal qilasanlar. Gapirsin bola bechora. Xullas, bu majnudomni ko'rganmisanlar? Qaysi? Qog'oz bino bor-ku. Ha, ko'rganmiz. Xuddi o'shanga o'xshash ish qilamiz. Nima? Bank o'g'irlikka tushamizmi? Yo'q. Lekin stil shunaqa bo'ladi. Odamlar bizani ko'rib, nimaga bu ishni biz oldinroq qilmadik deb o'ylab qolishadi. Ko'p kino ko'ryapsan menimcha, professor Nimble. Hali rejani eshitmasdan bunaqa fikrga kelmalaring. Bo'pti, gapirchi. Xullas biza magazinlarni o'qiymiz. Birinchi bosqichda o'zimizga kerakli bo'lgan do'konlarni topib olishimiz kerak. Qanaqa do'kon ular? To'g'ri savol. Eng muhim joyi shu yerda. Shu joyga e'tiborli bo'ling. Hammani o'z vazifasi bo'ladi. Do'konlarni tanlashimizda shu vazifalar bizga yordam beradi. Masalan, Roma do'konga kirib, arzonga nimadir sotib oladi. Keyin kartadan to'lov qilsa bo'ladimi, yo'qmi so'rab ko'radi. Ha, bo'ladi deysa, to'lov qilib ko'radi. Agar o'sha odamga birdan o'sha yer o'zida SMS keladigan bo'lsa, demak, bu magazinda rejamiz o'xshamaydi. Agar SMS kelmaydigan bo'lsa, demak, bu magazin bizani o'lja bo'ladi. Qanaqa qilib? Davomini eshitib tursang aytadi. Gapir, jigar. Birinchi bosqichda o'zimizga kerakli bo'lgan SMS kelmaydigan do'konlar ro'yxatini tuzib olishimiz kerak. Endi navbat ikkinchi bosqichga. Qanaqa qilib? Davomini eshitib tursang aytadi. Gapir, jigar. Birinchi bosqichda o'zimizga kerakli bo'lgan SMS kelmaydigan do'konlar ro'yxatini tuzib olishimiz kerak. Endi navbat ikkinchi bosqichga. Roma magazin tozaligini bilib bergandan keyin yarim soat oralig'ida keyingi ishtirokchining navbati keladi. Simon endi kirib, xohlagan narsasini xohlagancha xarid qilib oladi. Va u ham onlayn to'lovni tanlaydi. Men esa unga soxta chek yasab berib turaman. Sotuvchi chekni ko'rib, unga ishonadi. Chunki unga baribir SMS kelmaydi. Qoyil, magazindan tekinga narsa olishni o'rgatyapsan. Zo'r ideyang shumidi? Reja bo'yicha do'kondan bir turdagi narsalarni sotib olishing kerak. Shunaqa narsalardan ko'p qilib, keyin ularni boshqa magazinlarga arzonroq narxga sotamiz. Uchinchi bosqich aynan shunaqa o'g'irlangan tovarlarni boshqalarga sotish. Bu ish bilan Sardor shug'ullanadi. Manmi? Yo'q, komanda sardori. Ha, sen matematiksan-ku. Shuning uchun sen tovarlarni olib ularni sotuv bilan shug'ullanasan. Men esa sizlarga soxta chek yasab berib turaman. Unutmanglar, bitta kichkina xato ham hammasini buzishi mumkin. Shunga xatoga yo'l qo'yishga haqqimiz yo'q. Yaxshi reja, menga yoqdi. Men roziman. Go bo'lsa go. Unda bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Nima qilaman buni? Bo'ldi, asabiylashmalaring, hammasi yaxshi. Simon, 25 minutdan keyin sani galing, bilasizmi? Simon. O'zingga ke. Bolla, balki kerak emasdir, ha? Eplaysanmi, Simon? Yoki o'zim kirib chiqaymi? O'zim eplayman. Davay, Gosling. Senga ishonamiz.
Eplisan. Simo hali vaqtli. Hali vaqtli-yu. Ishqilib, chekki tashladingmi? Ha, tashlaganman. Cho'ta ko'p qolib ketdimi? Balki o'zim kirsammikin, ha? Ana, Pyotr. Bo'ldi, aniq qilaring. Nima bo'ldi? O'xshadimi? O'xshadimi, Simo? O'xshadi! Zo'r. Молодец! Hali bizani bundan katta ishli kutyapti bolalar. Bu dengizdan tomchi. Davay, hayda. Zo'r, ketdi. Последний день сна, группа крови, на рукаве, мой порядковый номер, на рукаве. Пожелай мне удачи твою, пожелай мне. Oka nech pul ekan bu? 25 ming aka. Onlayn to'lasam bo'ladimi, oka? Ha, mana bu yerda to'lasangiz bo'ladi. Mana oka, chek. Xo'p, paket kerakmi? Yo'q, rahmat oka. Xo'p. Nima gap? Bo'ldi, har doimgidek toza. Simo, bilasana, 10 minutda chiqasan. Tayyormisan? Конечно, tayyorman. Ey, sen ovqatlandingmi? Yo'q hali, ulgurmadim. Bor ovqatlanib kel, men qarab turaman. Yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Onlayn to'lasam bo'ladimi? Bo'ladi. Ha, mana turgan ekan. Bor aka. Bo'ldi. Mana, rahmat. To'xtang aka. Ko'zim oldidan o'tdi may, ko'zim oldidan o'tdi yoz. Harakat qildim tinmay, lekin erishganim emas. Qolib ketibdi. Rahmat aka. Yo'llari ochiq, bolla, pullarni sochib, bolla. To'lachon deydi, dollar, tenge, so'mdan bormi? Ertalabdan Ketdimi? Bo'ldi. Hammasi cho'tki. Yaxshi niyatini yarmi sog' salomat bo'lsin oila. Boy mahalladan emas puli, puli bir tiyinsiz o'sgan. Bolalar, sizlarga yetishimiz kerak bo'lgan gap bor. To'xta, qalayerda. Sardor, sen nima deyotganding? Xullas bolalar, agar bu ish o'xshasa, menda zo'r reja bor. Qo'y seni. Jinnimi? Bolalar, balki ko'ramiz bolalar. Yur undan ko'ra. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Bo'pti bo'lmasa, sen ikkalang o'zlaring yetib olasanlarmi? Ha, yomg'irda maza qilib yeta olamiz. O'zim Sardorni kuzatib qo'yaman. Men keyin Simonni kuzatib qo'yaman. Shunaqa yuraveramiz. Bo'pti bo'lmasa, detskilar. Amino. Bo'pti, seriozli odam. Ha, senga ham beraver. Bo'pti. Farg'ji. Che mi sento di morire.
Bo'pti, seni kuzatib qo'ydim. Endi meni kuzatsammi? Charchadim u, ertaga endi. Ha, bo'pti. Bo'pti. Tushunmadim. Va bo'shadimi sallani? Tushunmadim aka, siz kimsiz? Nima gap? Tinchlikmi aka? O'zlaringni jinniligi somolaring. Men hammasini bilaman. Nimani bilasiz? Ko'p gapirmalaring, o'tirlaring mashinaga. Nimaga o'tirar ekanmiz? Mas